100 yildan keyin. Hozir 2022 yilida yashayapmiz. Yana 100 yildan keyin, ya'ni 2122 yilga kelganda Allohning izni bilan urug' tuqqanlarimiz, do'st birodarlarimiz hammaylan tuproqning ostida bo'lamiz. O chaqda hammamizning mangulik qarorgohimiz ko'z oldimizda nihoyat ro'shan namoyon bo'ladi. Dunyodagi uylarimizda bo'lsa, notanish insonlar joylashib bo'ladi. Yana bir qism kishilar biz qilib bo'lolmagan ishlarni qiladi va bizning taalluqotlarimizga ega bo'ladi. Ular hech qaysisi bizning haqqimizda hech narsani aslabmi qo'ymaydi. O'ylab boqayli, bizning ichimizda cho'ng bo'vsini ancha-muncha aslab qo'ydiganlar bormi? Shuningdek, bizmi hamon bir kuni ba'zi kishilarning xotirasidagi aslimilar bo'lib qolamiz. Ismlarimizni, shakllarimizni hamma unutib ketadi. Shundoq bo'lgan ekan, nima uchun kishilarning bizga bo'lgan qarashi haqida va taalluqotlarimiz, uylarimiz, bola chaqalarimiz haqida uzun xiyol suramiz? Baribir bularning hammasining bir mezgildan keyin hech qanday ahamiyati qolmaydi. Shaksizki, bizning mavjudligimiz koinotning umriga nisbatan villada yo'rib o'chib qolgan sham kabidirki, nihoyat tezla oxirlashadi. Bizdan keyin yana o'nlagan avlodlar keladi. Ularmi orzularining nihoyat oz qismini amalga oshira olmay turibla, keyingi avlodga bayroqni topshirib berib, tezla dunyodan vidolashadi. Shunga bu dunyodagi haqiqiy mohiyatimizni tunib yetaylik. Halbuki bu koinotdagi haqiqiy vaqtimiz biz tasavvur qilgandanmi ko'p qisqadir. O'ylaylikki, 100 yildan keyin ashu qorong'u tuproqning ichida bu hayotiy dunyoning qanchalik arzimas ekanligini, shuncha arzu-armonlarimizning qanchalik bema'na, qanchalik behuda ekanligini bilib yetimiz va hayotimni behuda ishlar bilan zoya qilmasdan yaxshi amallarni bo'libmi sadiqa jariyani ko'p qilib o'tkazsam bo'ptikan deb arzu qilib qolamiz. U chaqda ba'zilarimiz yordam talab qilib qattiq varqiraymiz. Lekin u varqirashning xuddi Alloh taolo ularning, ya'ni kafirlarning biriga o'lim kelsa, Parvardigorim, meni dunyoga qaytirgin. Men qo'yib kelgan mol-mulkim bilan yaxshilik qilishim mumkin, deydi. Uning dunyoga qaytishi mumkin emas. U cho'qim shu so'zni qilg'uchidir. Ular qabrlaridan turg'izilgan kunga qadar ularning oldida ularni dunyoga qaytishdan to'sadigan bir to'sin bo'ladi deb aytgandek, hech qanday foydasi yo'qdir. Yana ba'zilar, Parvardigorim, nemishqa meni, ya'ni ajlimni bir oz kechiktirmading, sadiq qilib yaxshilardan bo'lar edim, deydi. Yana ba'zilar, kashki men dunyodagi hayot vaqtimda yaxshi ishlarni qilgan bo'lsam-chu, deb hasrat chekadi. Shunga, qarindishim, ibrat olaylik. Qolib qolgan umrimizda o'zimizni isloh qilaylik. Hayot safari nima degan uzun safar? Oldi bilan dadalarning sulbidan boshlanib, onalarning bolayotqusiga yetkiladi. Ondan onalarning bolayotqusidan zamin ustiga yetkiladi. Ondan zaminning ustidan zamin qo'yniga yetkiladi. Ondan zaminning qo'ynidan qiyomat kuniga yetkiladi. Bu safarlarning har bir bosqichida ajoyib ishlarni ko'ramiz. Eng oxirida jannatga yoki davzaxga kirish bilan safar oxirlashadi.
Ey musulmon qarindishim, meni bir kishining kepallanishdan burun masjidga qadam olmasligi va bir ayolning kepallanishdan burun o'ranmasligi to'limi afsuslantirdi va g'amga soladi. Nima degan ig'ir g'aflat bu? Bu g'aflat qachongacha davomlashadi? Ko'rib turibdimizki, haqiqatan bu ochiq bir haqiqatdir. Qarab baqsaq, kishilar ishlariga, xizmatlariga vaqtida boradi. Aerodromga kechikmasdan baldur berishidi. Doktorxonagami ham shundoq. Lekin namozga kelganda bo'lsa, uxlaydi, oldirmaydi. O'rinliq bilan bizdagi cho'nchatoq uyqumiz bek ig'irdir, deyishidi. Balki haqiqiy chatoq ular Alloh taolo sizlar dunyo tirikchiligini ortiq ko'rsalar deb aytgandek kishilardir. Yuqorida aytganlarim o'zim uchun, sizlar uchun va bizning keyingilar uchun muhim bir dars bo'lsa. Alloh taolodan hayotimizni go'zal oxirlashtirishga nasib qilishini so'raymiz. Amin.